hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharqiy Turkiston Surgundi hukumati 6 dekabr kuni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish asosiy maqsadiga uyg'un bo'lmaganligi uchun Uyg'urlar indigenis xalq belgilamasini rad qildi degan mavzuda axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. Xalqarada Sharq Turkiston va uning xalqiga vakillik qilgan rasmiy organ Sharq Turkiston Surgundi hukumatining yaqinda elib borgan rayi sinash natijasida diasporadagi mutlaq ko'p qism Uyg'urlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning indigenis xalq deb belgilanishiga qarshi chiqdi. Bunun sababi bundaq belgilash Sharq Turkistonning, ya'ni Uyg'urlarning mustaqilligini qayta qo'lga keltirishdan iborat asosiy nishoniga cheklama qo'yilganligidan iborat. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 2004-yili qurilgandan hozirga qadar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni indigenis xalq deb belgilashning Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi tavranmas maqsadiga mos kelmasligidan qattiq ansirgachga Uyg'urlarni indigenis xalq deb belgilashdan o'zini izchil qochirib, buningga qarshi turib keldi. 2009-yildan boshlab bir qism Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari Uyg'urlarni indigenis xalq deb belgiladi. 2009-yili 5-oktyabr kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, keyin Uyg'ur Amerika birlashmasi qarmog'idagi bir qurilish bir parcha dokument e'lon qilib, Uyg'urlarni indigenis xalq deb atab, Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga haqiqiy avtonomiya berishni talab qildi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uyg'ur Amerika birlashmasi e'lon qilgan bu dokument darhol uning qarmog'idagi organ Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'urlar indigenis xalq degan bir temada axborot e'lon qilish orqali tashviq qilindi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yangi dokumentida Xitoy hukumatining Uyg'urlarning indigenis huquqiga daxl taruz qilganligi gavdalantirildi. 2007-yili 13-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti indigenis xalqning huquq bayonnomasini ma'qullab, indigenisning qandaq ma'noda kelganligini, qandaq xalqning indigenis xalq bo'lganligini, ularning huquqining nimaligini aniq ko'rsatib berdi. Indigenis xalq umuman ma'lum bir rayonning chet el kuchlari tarafidan ishg'ol, mustamlika va tajovuz qilinishdan burungi shu rayondagi yerli xalqqa qaratilgan. Indigenis xalq atalg'usi Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqining hozirgi mavjud ahvoliga o'xshagandek qilsa-mu, ammo Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga aniq cheklamalar qo'ydi. Shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish asosiy nishoniga uyg'un kelmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti indigenis xalq huquqlarining 4-moddasida indigenis xalqlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini yurgizish bilan bir vaqtda ichki va yerlik ishlarga munosabatli ishlarda avtonomiya yoki o'z-o'ziga xo'ja bo'lish huquqiga, avtonomiya funksiyasini mablag' bilan ta'minlashning yo'l va qurollariga ega bo'ladi deyilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti indigenis xalqlarning haqlari bayonnomasining 46-moddasi 1-bo'limida bu bayonnomaning har qanday moddasini har qanday davlat, xalq guruhlarining har qanday faoliyat bilan shug'ullanish haqqi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga xilof bo'lgan har qanday parchalash yoki ojizlatish xarakteridagi harakatni tashviq qilish, huquq berish deb qaralgan har qanday bir harakat bilan shug'ullanish degan ma'noda tushunib olishga bo'lmaydi. Egilik huquqliq va mustaqil davlatlarning zimin butunligi yoki siyosiy birligiga butunlay yoki qisman ta'sir ko'rsatadi deyilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti indigenis xalqlarning haqlari bayonnomasining 4-moddasidagi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi yolg'iz o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bilan cheklanadi. Buningga qiyosan Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa turkiy xalqlar o'z taqdirini o'zlari belgilash haqlariga hurmat qilishni talay qatim talab qilib keldi. Halbuki 46-modda 1-bo'lim 4-moddani texmi kuchaytirdi. Agar Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar indigenis xalq belgilamasini qabul qilib, bu belgilama o'zlariga yurgizilgan taqdirda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti indigenis xalqlarning haqlari Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat tüp nishonini oxirgi hisobda ziyonga uchirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi uzun yillardan beri Uyg'urlarning indigenis xalq turiga ayrilganligidan andish qilib kelgan edi. Yaqinqi bir necha oy mobaynida diasporadagi Uyg'urlar ochiq ommaviy munozara elib berib,
o'xshash andishalarini bildirishdi. O'tgan bir necha oy mobaynida diasporadagi Uyg'urlar orasida xalqaro qonunlarda indigenes xalqning nimaga qaratilganligi, Uyg'urlarning indigenes xalq kategoriyasiga kirish-kirmasligi haqida qattiq talash-tortish bo'ldi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bu ahamiyatli tortishning foydali bo'lgan qismini yig'ish va millatimizning kelajagi uchun ijobiy fursatga aylantirish, demokratik usulda ommaning fikrini tekshirish uchun Sharq Turkiston diasporasida jamoat fikri tekshirish rayisnash faoliyati boshlatdi. Facebookda elib berilgan bu rayisnash faoliyatida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning indigenes xalq yoki emasligi so'raldi. 10 kun davomlashgan rayisnash faoliyatiga 2231 nafar diasporadagi Sharq Turkistonlik qatnashdi. Mutlaq ko'p sonni, ya'ni 90%ni egallaydigan 1998 nafar Sharq Turkistonlik yo'q, ya'ni Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar indigenes xalq emas deb javob berdi. 5%ni egallaydigan 117 nafar xalq ha deb javob berdi. 5%ni egallaydigan 116 nafar xalq bilmayman deb javob berdi. Rayisnash faoliyatiga aran 2231 nafar diasporadagi Sharq Turkistonlik qatnashgan bo'lsa-mu, bu hol dunyodagi ko'p qism Sharq Turkiston xalqining Uyg'ur va boshqa tur xalqlarga indigenes xalq degan nomni qo'llanishga qarshi turadiganligini ko'rsatib berdi. Prezident G'ulom Osmon Efendi xalqimizning demokratik tanlashiga hurmat qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning indigenes xalq emasligini jakolaymiz. Chunki indigenes xalq kategoriyasiga tizish xalqimizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish nishoniga tamoman uyg'un kelmaydi, dedi. Bosh minister Salih Xudoyer Efendi Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro jamiyatning xalqimizning demokratik tanlashiga hurmat qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni indigenes xalq deb atashdan saqlanishni talab qiladi, dedi. Sharq Turkiston xalqi xalqaro jamiyatdan Uyg'ur inson haqlari qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'xshash munosabatli Uyg'ur tashkilotlarining sungan mushuninga o'xshash belgilamalarini qabul qilmasligini talab qiladi. Har qanday ahvolda Uyg'urlarni indigenes xalq deb xato to'nimaq Sharq Turkiston xalqining irodasiga xilof. Eng oxirida Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro jamiyatni xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, Xitoy ishg'olchilarining ishg'oliyati va mustamlikasining ta'siridan tartib qutulib mustaqil bo'lish irodasiga hurmat qilishga chaqiradi. Allah seni hur yaratgan ekan, sen hech kimga qulluq qilma. Bütün insonlar Allohning qulidir. Hech kim bandaning quli emasdir. Haqsizlikqa bash egma, chunki haqqing bilan billa sharpingni yo'qotib qo'ysan, deydi Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Qulga qulluq qilish insonga, hele musulmonga yot bir illat. Allohga qulluq qilish insonni yuksaldirdi. Allohning qarshisida egilishga arziydigan qudrat egasi ekanligini insoniyat olamiga namoyon qildi. Allah insonga o'ziga nasiba qilib bergan zaminni qo'g'dashni farz qilgan. Chunki inson o'z zamini ichida hur va baxtiyor yashay oladi. Shunga Allohning bu omonatini qo'g'dash, baxtga erishishda tuproq uchun borliqni taqdim qilish talab qilinadi. Bu insonning martabasini ikkili dunyoda ustun qiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.